Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahar Kanichka Melodiya atrofidagi 5 qavatli g'ishtli uyning birinchi qavatdan 2 xonali uyini ko'rib o'tamiz. Hozirda biza birinchi xonamiz, mehmonxonamiz полностью mягкий mebel qilingan. Bu yerda stolk hamda 4 ta pufikchasi mavjud. U yoqdagi полностью pol qilingan, yaxshi gilamlardan to'shalgan hamda natijada potolok chiroyli qandillar ham qo'yilgan. Eshikdan kirish qismi bu yerda kladovka qilingan. Hamda ikkinchi xonamiz yotoqxona bo'lib, bu yotoqxona mebellar bilan полностью jihozlangan. Derazalarimiz akvaplast deraza romlari hamda reshotka qilingan. Yotoqxona mebellar bilan полностью jihozlangan hamda eng asosiysi sanusi xonalar alohidaligi. Bu yer hojatxona hamda yuvinish xonamiz, tepadan pastga kafel terilgan, vanna, rakvina barchasi mavjud. Endilikda oshxonamizga o'tamiz. Bu yerni siz o'tirib ovqatlanish uchun uyli dam olish sifatida ishlatishingiz ham mumkin. Hamda endi esa oshxonamiz balkonga chiqarilgan. Balkonimizda ko'rib turganingizdek oshxona mebellar bilan jihozlangan, gaz plitasi, vытяжка, rakvina barchasi mavjud. Hamda ikkita derazamiz ham bor. Reshotka qilingan. Oyoqdagi pol qilingan hamda natijada potolok ham qilingan. Endi esa manzilni eslatib o'taman. Manzilimiz Buxoro shahar Kanichka Melodiya atrofidagi 5 qavatli g'ishtli uyning birinchi qavatdan 2 xonali uyni ko'rib o'tdik. Ushbu uyimiz g'ishtlik bo'lib, barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.